Janjal. Marat Xayrullayevichdan Sabrinaga qattiq otvet. Uy masalasida katta tortishuv. Marat Xayrullayevich ochiq-oydin gapirdi. Uy Sabrina uchun emas, muhtoj insonga beriladi. Bu videoda Sabrina va Marat Xayrullayevich o'rtasidagi tortishuv uy tarqatilishi ortidagi haqiqiy sabablar, ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga aniq javoblar. Sizga shu uy berganligimiz uchun bizning biznesimiz zo'r bo'lib ketadi-yu, qanaqadir xuddiki biz reklama uchun qilgan. Aslida men siz haqingizda gapirishni ham niyat qilmaganman. Sabrina xon uchun bermoqchi bo'lgan xonadonimizni muhtoj oilaga bermoqchimiz. Xuddiki shunaqa muomala qilishyaptiki, xuddiki men ularga долженman-da o'sha uyni berishga. Vaholanki men qarzim yo'q ulardan. Meni kategoriyam bo'yicha o'sha ehson qilishga arziydigan inson deb topmadim. Sizga shu uy berganligimiz uchun bizning biznesimiz zo'r bo'lib ketadi-yu, qanaqadir xuddiki biz reklama uchun qilgan. Aslida men siz haqingizda gapirishni ham niyat qilmaganman va albatta agarda men sizga PR qilish xohlaganimda albatta tantanali ravishda sizga uyni topshirgan bo'lardim. Sizni aytadigan bo'lsam, umrimda birinchi marta mana shu va'da qilgan ehsonimni, va'da qilgan demak xonadonimni bermaganligim uchun mazza qildim. Biz kuzatdik sizni bir oy mobaynida va sizni xulqingiz, gapirayotgan gapingiz, yashash tarzingiz sizga uy olib berish uchun arziydigan bir sababni ko'rmadim. Butun xalq sizga yordam beryapti, lekin sizdan da muhtojroq insonlarga biz taqdim qilamiz shu uyni. Mayli kimdir meni lafsizlikda ayblasin, lekin mana shu ishni qilganligim uchun mazza qildim. Fikri. Assalomu alaykum barchaga. Singlimiz Sabrina xon uchun bermoqchi bo'lgan xonadonimizni muhtoj oilaga bermoqchimiz. Videoni to'liq ko'rsangiz bu haqda batafsil aytib o'taman. Kopiyasi bilan tashab qo'ying dedi. Tashab qo'ydim. Uje bir haftadan oshdi. Ko'rgani ham yo'q, javob ham bermabdi. Menga aloqaga chiqmadi. Qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini bilmadim, lekin men hali uy olganim yo'q buni. Marat Xayrullayevичga biz telefon orqali ham bog'lanmoqchi bo'ldik. Sabrinaning telefon to'liq qora ro'yxatga kiritib qo'yilgan. Marat Xayrullayevich bilan bog'lanish hech qanaqa aloqasi yo'q. Ular prosta internetda mashhurlikka erishish uchun yoki qandaydir nimadir o'zini ko'rsatish uchun qilingan PR hisoblanadi bu. Unga hech qanaqa uy taqdim qilinmagan bugungi kunda ham. O'zi voqea quyidagicha bo'lgan. O'sha bundan bir necha oy avval, bir oydan sal oshdi adashmasam, internet tarmoqlarida aynan shu qizimizga doir videolar tarqaldi va o'sha klip jarayonida baxt hodisaga uchragan ekanlar. Yaqin bir do'stimiz, bloger do'stimiz moskvalik Iskandar aka orqali men aloqaga chiqdim va yordam berish niyatida ekanligimni aytib o'tdim. O'sha paytda ular Turkiyada ekan, ya'ni o'sha singlimiz Turkiyada paytda biz bog'landik va Telegram orqali men Sabrina xonga yozib qo'ydim. O'zbekistonga qaytib kelganingizda aloqaga chiqing deb. Oradan biroz vaqt o'tdi va ular O'zbekistonga qaytib keldilar, adashmasam bir haftacha oldin. Va menga Telegram tarmog'i orqali yozdilar, assalomu alaykum deb. Keyin men iltimos qildim, pasport kopiyingizni tashlab bering deb. Men pastda ilova qilib ketaman skrinshotini. O'zi bunaqa masalalarga umuman toqatim yo'q va aslida xonadonni berish jarayonini ham biz sir saqlagan edik, chunki o'zi shunaqangi teatrlarga, PRlarga toqatim yo'q, lekin hozir majburman ko'pchilik noto'g'ri tushunganligi uchun izoh berib o'tishga. Xullas, qaytib kelganlaridan so'ng menga pasport kopiyalarini Telegram tarmog'i orqali yubordilar. Lekin o'sha paytda 10-sana edi, 10, 11, 12 kunlarida bizda aksiya e'lon qilgan edik. To'g'risini aytadigan bo'lsam, 3 kun juda ham band bo'ldim va o'sha 3 kun ichida o'sha birinchi kun ular pasport yuborgan ekanlar. Keyin men bir kundan keyin o'qidim. Aybim shu, bir kundan keyin o'qidim va bir kundan keyin o'qiganimdan keyin ularning telefon raqamlari yo'qligi uchun iltimos qildim, O'zbekistondagi telefon raqamingizni bering, chunki sotuv bo'limi xodimlari aloqaga chiqadi degan maqsadda. Shu savolni berganimdan keyin menga javoban advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa advokatim orqali chiqing aloqaga degan bir xabar keldi. Shunda ozgina hayratlandim, nega advokat deb birinchi hayron qoldim, tushunmadim. O'zi aslida mana bunaqada, Alloh ko'nglingizga solmasa birovga 1000 so'm bera olmaysizda. Alloh ko'nglingizga solsa
eng oxirgi narsangizni ham berishingiz mumkin. Endi nasib qilmagan ekan shu singlimizga o'sha uy. Men o'shanda hayron qoldim va o'sha kuni ertalab video ko'rib qoldim va o'sha intervyu bergan ekanlar. Va o'sha intervyuda qanaqadir bir notanish ayol go'yoki men PR qilganligimni iddao qilibdi va bulardagi qanaqadir bir neblagodarnost deysizmi, xuddiki shunaqa muomala qilishyaptiki, xuddiki men ularga долженman-da o'sha uyni berishga. Vaholanki men qarzim yo'q ulardan. Men shunchaki yordam tariqasi bermoqchi bo'ldim va keyin ko'p bir ikkita narsalar eshitdim. Endi unga chuqurlashmoqchi emasman, lekin xalq tomonidan yig'ib berilgan pullarni o'zboshimchalik bilan boshqa tomonga sarflanganligini eshitganimdan keyin men keyin o'sha video intervyusini ko'rganimdan keyin ham bulardagi bir zlost ichidagi mana bu qanaqadir noto'g'ri menga nisbatan muomalasini ko'rib keyin xonadonni bermaslikka qaror qildim, chunki meni kategoriyam bo'yicha o'sha ehson qilishga arziydigan inson deb topmadim. Bundan yana bu videoni ko'rib xafa bo'lmanglar. Alloh nasib qilmabdi. O'sha agar balkim siz ozgina sabrliroq bo'lganingizda, so'raganimda raqamingizni berganingizda, endi siz o'zingizni shunaqa tutyapsizki, xuddiki siz Gollivud yulduzi-yu, biz sizga o'sha uy berganligimiz uchun bizning biznesimiz zo'r bo'lib ketadi-yu, qanaqadir xuddiki biz reklama uchun qilgan. Aslida men siz haqingizda gapirishni ham niyat qilmaganman va albatta agarda men sizga PR qilish xohlaganimda albatta tantanali ravishda sizga uyni topshirgan bo'lardim. Biz umuman bu haqda sir saqladik, bu haqda gapirmadik, shunchaki yordam uchun. Lekin sizni qilayotgan muomalangiz meni ko'nglimni sovutdi va bermaslikka qaror qildim. Lekin o'sha singlimiz uchun ajratilgan, atalgan uyni Xudo xohlasa iyun oyida eng muhtoj oilaga taqdim qilaman. Qanaqa kategoriyada desiz, boquvchisini yo'qotgan yolg'iz ona, voyaga yetmagan farzandlari, yetim farzandlari bor bo'lgan, uysiz bo'lgan insonga topshiraman. Mayli xalq meni lafsizlikda ayblasin, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, umrimda birinchi marta mana shu va'da qilgan ehsonimni, va'da qilgan demak xonadonimni bermaganligim uchun mazza qildim. Chunki Alloh yuzingizni ochdi, o'sha intervyuda meni yomonlabsiz. Demak, siz har narsaga tayyorsiz bu narsa uchun. Butun dunyodan xafasiz, hamma sizga должен. Bejizga emas deb o'ylayman hamma narsa. Alloh ko'nglimga soldi va to'g'risini aytadigan bo'lsam, sal qoldi noto'g'ri joyga berib qo'yishimga. Biz kuzatdik sizni bir oy mobaynida va sizni xulqingiz, gapirayotgan gapingiz, yashash tarzingiz sizga uy olib berish uchun arziydigan bir sababni ko'rmadim. Butun xalq sizga yordam beryapti, lekin sizdan da muhtojroq insonlarga biz taqdim qilamiz shu uyni. Mayli kimdir meni lafsizlikda ayblasin, lekin mana shu ishni qilganligim uchun mazza qildim. Fikringizni izohlarda qoldiringlar.